Assalomu alaykum doktor. Men uzi tushganimda o'tingizda tosh bor deyishdi. Men tosh yemagan bo'lsam, qanday qilib o'timda tosh bo'lishi mumkin? Bugun sizlar bilan o't tosh kasalligi haqida gaplashamiz. O't tosh kasalligi o't pufagi va o't yo'llarida tosh hosil bo'lishi bilan kechadigan kasallik. Uning sabablari: o't tarkibida xolesterin miqdorining ko'payishi, o't pufagining yaxshi qisqarmasligi, irsiy moyillik, noto'g'ri ovqatlanish, qandli diabet, semizlik va keskin ozish kabi holatlar bo'ladi. Qanday qilib o't pufagida tosh borligini bilishimiz mumkin? O'ng qovurg'a yoyi ostida og'riq, og'riq o'ng yelka yoki kurak sohasiga tarqalishi, og'izda achchiq ta'm bo'lishi, ko'ngil aynishi, qusish, qorin dam bo'lishi kabi belgilar kuzatiladi. Bunday holatlarda shifokorga murojaat qiling.